tuhmatchilar bor hozir kunimizda ko'payib ketgan. Yo'q narsalarni to'qib, musulmon kishining obro'sini to'kish uchun tuhmat qilishadi. Tuhmat qilishlik harom va juda ham og'ir gunoh hisoblanadi. Musulmon kishini obro'sini to'kishga hech kimning haqqi yo'q. Tuhmat qilayotgan kishi Allohdan qo'rqish kerak. Tuhmat qilayotgan kishi tuhmat qilib bu odamni xor qilaman deb o'ylaydi. Lekin oxir oqibat baribir o'zi xor bo'ladi. Alloh xor qilganni hech kim aziz qila olmaydi. Alloh aziz qilganni ham hech kim xor qila olmaydi. Muaz ibn Anas al-Juhani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: kim bir musulmonni ayblab, uni sharmanda qilish niyatida, ya'ni uni tuhmat qilsa, Alloh uni jahannam ko'prigi ustida ushlab turadi dedilar.